sizlardan bitta iltimos qilaman. Bu video uchun emas. Jannatga kirganingizda bizni ham unutib qo'ymang. Sizga yordam berayotgan hech kim unutib qo'ymaydi. Xo'p, maylimi? Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Bosh qurtlab ketgan, butun boshni o'zi ilvillab ketyapti. Men noto'g'ri tushunmanglar, bu holatni sizlarga ko'rsatishim kerak. Hozirda akamizni bitta oyoqlari va ikkita qo'llari yo'q. Yoshliklarida tok urgan va hozirda boshlari rak. O'zi bir marta sinov kelgan, yana shunaqa sinov keldi-da, boshimda. Bu Allohning irodasi bilan bo'lyapti-da. İçimde yutuyor, nima Allohga yaqin bo'lish. Narigi dunyoda, balki jannatlarda joy bor. Mahshar kuni qiyomatda Allohga yuzlanganingizda nima deb gapirasiz? Xudoga shukr deyman. Allohning bergan sinovingga rahmat. Allohdan eng ko'p nimani so'raysiz? Ketishimni, ota-onam baxtli sog' bo'lish. To'g'risi buni sizlarga qanaqa qilib ko'rsatishni bilolmayman. Bu bosh va boshni to'liqligicha orqasi yiringlab ketgan. Tok urish natijasida bu ochilib qolgan. Videoni ko'proq odamga yuborib qo'ying. Ko'proq insonga tarqatib qo'ying. Men 8 yoshimda tok urdi, harakat qilib qolmadim. Alloh uchun yashadim. Biz bu ikkita qo'l va ikkita oyoqni qadriga qanchalik yetishimiz kerak? Juda ko'p. Juda ko'p. Tomonidan tok urgani ham yaxshi deyman. Nimaga? Ko'p ko'zim ochilgan. Masalan nimada? Butun odamlar ko'p. Yigitimiz 2003-yilda tug'ilganlar va ularda bosh o'simtasi raki va ikkita qo'llari, oyoqlari yo'q. 8 yoshlarida tok urish natijasida shu holatga kelib qolganlar. Bu uylarida ham 2 xona. Bu to'g'risini aytaman, uy deyishga ham ozgina xijolat qilman va hammalardan bitta narsani so'ramoqchiman. Bu yigitimiz millatlari tojik, lekin O'zbekistonda yashayaptilar. Meni ko'rayotgan hamma o'zbek, qirg'iz, tojik, hammadan bitta narsa so'ramoqchiman. Biz hammamiz aslida bitta jonmiz. Bir butunmiz. Bir-birimiz uchun. Hozir shunaqa paytda bir-birimizga mehr ko'rsatmasak, qachon ko'rsatamiz? Qo'lingizdan kelgancha bu akamizga siz ham yordam qiling. Befarq bo'lmang. Hech bo'lmasa videoni tarqalishida yordam bering. Bir dona istoriya bilan hech kim kam bo'lib qolmaydi. Bir dona like bilan, qo'lingizdan kelgancha ehson bilan. Inshaalloh bu akamiz hali oyoqqa turib ketsalar, duolarda sizlarni ham eslaydilar.